İlfar Kerimov. İyi. Bu Akşarlar gazetesinden Gabdurrahim idi. Niçin hallerin malay? Evet, Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sana bir iki soru var idi. Vaktin var mı? İyi. Bana radyonun ismin tertip efendim özgürtüler iken dürüst mü bu? Bitti mi indi o hazır? Yo, ismi Bulgar kala. Bizning просто kontentni o'zgara. Kontent o'zgaruvi bilan onun ishkaliga kelib kira. Demak, butunlay sizning topshiriqlar bitashak, tartibnikigina kelib kirashakmi? Tertipning topshiriqlari da ko'sha. O'zimizning de qo'yib topshiriqlar qala. Ular Chunki bizning qo'yib topshiriqlar bir-birine o'xshash endi. Shunga ko'ra iki bir turli topshiriq qoldirmaysak biz. Tematikasi bilan to'g'ri kelganlari shu birga qo'shilashadi endi. Hamida tartibning butun kishilarini o'zingizga olasiz endi ishga shu aybi. Barisini da taqdim etsalar, kelib ishlarga topshiriqlarim. Topshiriqlarni kelib kina ishlar, sizlar ishlamayacaklar endi. Ular tartibda ishlaganlar, yolg'ishmasam dogovor bo'yicha. Sizning xo'jangiz kim bo'lashaksın? Sen shu qolashaksınmı? İlfar Kerim huzurunda illa Razila Ismag'ilova bo'lashakmi? Bizning zam generalniy разрешение bor endi, u qolashaq huzurunda. Barliq tartib komandasidan da taqdim etsalar. Sen huzurunda qolasınmısın? Iyi. Huzurunda qolasın. Qara İlfar tag'in shuni aytmayman, mana bu tartib tufamning sizning radioga kirib, tinchlikni buzuvi, bu sizning ishingizni pishirami mana shaxsan xizmatkorlarning? Men aqlsa bu bizga tag'inda tirishibroq ishlarga bir stimul. Shug'ulami? Yarı Allah rahmat olsun, isen sağ ol, yarayım mı? Toyuna şakırganım mı? Yarayım, rahmat.